O'zbekiston Qirg'iziston Respublikasi tunuka bo'yinchilar Qirg'izistonda bir bo'lib ketishdi. Mana buni qaranglar. Mana bunaqa fasollarni okam chiqarib tashlayotgan ekanlar. Siz olib kirdingizmi Qirg'izistonga bu fasolni? Oka, Qirg'izistonda tunuka bo'yinchilarni ishlatib pulni berishmayotgan ekan. Kim? Yo'q, ishlatib ketkizib yuborishar ekan. Kommentariyada menga yozishadi, ehtiyot bo'l, pulingni berishmaydi deb aytishadi. Shunaqami? Yo'q, bunaqasi yo'q. To'g'ri ishlab turib bir-biriga yolg'on gapirmay yursa aka, ishini qilib pulni olib ketadi. Tak zo'r, a? Zo'r aka. Qanchadan beri ishlaysizlar? Biz aka 2019 dan beri ishlaymiz buni bilan. Okalar, meninglarni o'zgartiramiz. Agar kim tunuka bo'yinda ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsa, men pastda nomer yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqsanglar, mana shunaqa kichkina ob'yomlarda ishlasanglar bo'laverar ekan. To'g'rimi aka? To'g'ri.